Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun 1930-yillik havo yo'llarining oltin davri degan o'yinni eshib ko'rib boqaylik. Bu o'yin ekonomiya, shu pul topadigan, pul hisoblaydigan ashqol tipdagi o'yin. 2dan 6gacha o'ynovchini qo'llaydigan o'ynash vaqti 40 dan 120 minut, 14 yoshdan yuqorilar o'ynay oladi. Lekin bu vaqt menimcha to'g'ri emas. Normalda bunday o'yinlarni 2 soat, 3 soatdan boshlab hisoblasangiz bo'ladi. Ondan keyin bu o'yinning ichidagi har xil karta, taxta yosh narsalarga 2023-yilda nashr qilibdi, Germaniyada ishlangan. Qani ichib ko'rib boqaylik. Bunun qipi kona bir xil davrni eksab turib ketgan. Bunun sıra American Airlines Amerika hava yo'li şirketi mi? Hozir bormi yo'qmi uqmayman bu şirketligini. Mario degan şirket ishlab chiqargan, nihoyatda danglik bir quti o'yinlar ishlab chiqargan şirket. Qutisi rostga qilsam sal nepisga emas. Bularning yana bir o'yini bor, elektr şirketi deyiladigan. O'yinni hozir haqi beryaptim, o'ynamaydigan ketdik. Bunun qutusining cho'ng kichikligi shu o'yin bilan, shu o'yinning qutisi bilan o'xshashgan. Power Grid. Shu sal nepis boshqa o'yinlarga solishtirganda buni sal nepisga bu qutisining qilinadi. Lekin bu qoidasi. Mana tizishga to'rtadan bo'lgan vaqtdagi tizish qoidasi. Qaraganda bu o'yinning 2 odamlik qoidasi ayrim o'xshaydi. Jami 14 pat. Qaraganda tashlab ketgan olmaydigan o'xshaydi. Qoidasi jiqma emas, 14 pat. Okay. Ondan keyin şirketlarning taxtasi o'xshaydi. Okay, birdan ko'raylik. Bu şirketlarni tanımaydigan Amerikadagi. Masalan, to'g'ri yaxshi kesilmabdi bu yana. Lekin bu taxta xil qilingan. Xil qilinish bitta yaxshi ekan, hech nima yo'q. Oldida shu qildigan harakatlarning tunishtirilishi, undan keyin agar siz bu yana bu shirkatning bosh direktori bo'lsangiz qildigan ishlaringiz, agarda bosh direktor bo'lmay, lekin bu shirkatda pay chekingiz bo'lsa qildigan ishlaringiz, undan keyin shu pay chekingizni bildiradigan shu belgilarniki shularning o'rinlariga, undan keyin paydani bo'lishda hisoblaydigan yordam qilgan bo'lishlarga yaxshi. Shu o'yinda qoidasini ko'rib bo'lgan ekan, shuni qarablar hamma ishni qilib olgan. Bu ham shirkatning taxtasi, ham shu o'yinchilarning yordam taxtasi ishlasa bo'lgan. Ma'ni yaxshi, nihoyat yaxshilar o'ylabdi. Mana ikkinchi shirkat Belki hızlıca konumuz olursa. Bunun yemek işlerini bilmedim. Avrupa kem bu. Hong Kong, Hawaii, Brüksel,
Tokyo. Bu Amerika'nın sırtındaki halkı international halkaralık hava yollarının göstermesi şöyle. McCain'de Mao 5'den oynagan işletilgan, Mao 2'den oynagan işletilgan taksız şöyle. 2 player and 5 player mode. Okay. Stock market. Bayçek pazarı. Bayçek pazarı töveni $1, yukarısı $48. Her iki tanesi $16. Bu nimet nasıl düşündüklerini bilmekçi olan. Bunu kaysın görüp olan kimimiz. Lakin bununki payçek pazarı başka mesela yalaka 18x. Ulana payçek pazarı qaraganda addiyroq ekan. Shu bir xil yo'nalishda. Başka dimensionlar yo'q. Bu yana bir taxtga 3 va 4 o'yinchi bo'lganda. Mao okey. Buni tasavvur tushunib ketaman. Mao 6 o'yinchi bo'lgan. Bundan tasavvur tushunib ketaman. Ondan keyin okey. Ne yaxshi kesmadimmi? Şu dünyanın Amerika'daki aerodromlar. Mağla Amerika'nın. Mağla Kanada'nın. Поэтому normal. Mao şirketine genelde çok mu? Şu bir şirket tanıyırken. Ben de ya. Lakin bu şirket hazır yok olup gitti. Mao payçek bazı tanımlardan okşaydı. Arkadan Mao krem. Xaritgan. Bu ikki odamli xarid o'xshaydi. Shaharlar sal ozga. Bu Power Gridning xaridga o'xshashgan. İşleyen materialim o'xshash, qog'ozlarim o'xshash, taxtlarim o'xshash, shuni asos qilib turib ishlabdi-da. Bu tarafda Krimga imkon. Bu Krimga paychek bazarini olib yana bir taxtga qo'yganmiz. Okay. Jami 6 navbat o'ynanilgan bu yerda. Birdan 6gacha. Üstüdekiler şirketler. Okay. Ama LinkedIn keyini görüp bakayım. Keyindeki şehirler cıklı. Bu çok onun şirketten yok. 4, 5, 6. 4, 5, 6 oyunu açıyor. Bunu mu yakışıktı? Şirketten böyle olalı, 6'dan böyle olalı. Şu Mao taxtısının çok kiçikligi süfatları şöyle elektr şirketi degeniga bilan o'xshash. Ular ashuna model qilib turiblar. Lekin nurg'un ko'rsatkichlar. Undan keyin bu
adam sanoviga qaraganda o'ynashdan burun adam sanovich kartlarni inshaalloh o'xshaydi. Masalan, mana 5 dan 6 qadamgacha. Lekin bularni soldigan holda bo'lmabdi. Bundan keyin bu pul. Normalda biz buni ishlatmaymiz. $1, 5, 20, 100. Eng yuqorisi 100 ga, 500 ligi yo'q. Bundan keyin ishlasizlar ekan. Qutulashlik narsa shunchalik ekan. Unda bo'lsa biz kelak videolarimiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.